Su üstüde jang qilish mayri Joyu. Zat qanday kishi? Salom do'stlar, unda qo'ysa biz uch parchalar yana davomli so'zlab ketdik. Joyu zat qanday kishi? Joyu Sharquninki ulug' tutqi, ya'ni dadodu. Bu asosan bu Sharquvudiki hamma ishlarni boshqurdi desak bo'ladi. Hamma ishni oldiga chiqadigan kishida. Endi bu Joyuni baholagan vaqtida men qanday baholayman degan vaqtda sadoqatman. Yiroqni ko'rar, iqtidorli, qalamdimi, alamdimi yetishgan kishi deyishga bo'ldi. Buni biz nereden ko'ra olamiz? Masalan, birinchisi sadoqatmanligi, buningki shu keyingi vaqtlarda sunsa qasd kuchrab o'lib ketadi. Bu vaqtda tig'i sunchanningki hech qanday qo'lida amaliy kuch yo'q. Nəhayət aciz, özümün nəhayət yiş kiçik vaqtida. Mushu vaqtda Joyuninki qo'lida nurg'un qo'shin, lashkar bor. Mushundaq bir paytda agar Joyu hamma kuchni olqinimga evalima, hamma qo'shinni o'zim boshqurman degan bo'lsa-mu, hech kim g'ing qilinmasdi. Hatto keyingi vaqtlarda u huquqni Sunchang o'tnib bergandan keyinmi, ulug' tutuq holatda turibmi, Sunchang bilan tangma-tang o'rin turdi. Şu vaqtda o'zininki pasibonni shunchalik hurmatlaydi. Nurg'un vaqtlarda shu Sharquninki cho'ng ishlarni o'ylashib, o'z oldiga qaror chiqasimi, ammo o'zininki shunday bir pasiboni bor ekanligini e'tirof qiladi, nihoyat hurmatlaydi. Buningga qat'iy o'z o'lib ketadigan ish bo'lsa-mu, qarshilik qilmaydi, isyankorlik qilmaydi. Demak, buningki shu ish izlaridan buning nihoyat sadoqatman ekanligini ko'ra olamiz. Buningki yiroqni ko'rarligi nada degan vaqtda shu Sunlu Lianming, ya'ni Liubi bilan Sunchuan ikkisi birlashib, sov-sov qarshi chiqqan vaqtida bular boshda sulh tuzib bu ishni maslahatlashdi. Albatta maslahatlashgan vaqtda ikkala taraf nihoyat yaxshi kelishib qo'llashdi, ammo Joyu mishada ishlarni oldin o'ylab, planni oldin qilib bo'ldi. Nurg'unlar biz ikkimiz birlashib sov-sov qarshi turdik, endi qo'rqmaymiz deb nihoyat xushal tantan qilayotgan vaqtda Joyu bu ishning oqibatini, kelgusini o'ylab chiqdi. Bu hamkorlashish zodi nagacha bordi, qayergacha bordi. Bu hamkorlashishda biz qanchalik foydalimiz, ular qanchalik foydaladi. Oxiri nega bordi bu ishning deganlarning hammasini plan qilib, amalning boricha Sharquga ziyon kelmaydigan, Sharqu foydaladigan tarafdan chiqarib o'ylaydi, shuni maqsad qilib turib ishini amalga oshirdi. Demek muşlarının hemmisinden biz Joyuninki nəhayət oldun ko'rar kishi ekanligini ko'ra olamiz. Endi buningki iqtidorlik, alamdimi, qalamdimi mahir bo'lishini biz qaysi nuqtalardan ko'ra olamiz degan vaqtda qaraydigan bo'lsak, Joyuninki shu suv ustida, ya'ni kiyim orqali jang qilish mahorati ajoyib yuqori. Shu butkul uch podshohlikda agar Joyu shu suv ustida jang qilishda men ikkinchi desa, hech qaysisi men birinchi deyolmaydi. Buni ayni vaqtda sov-sovmi ashunda ta'riflagan Joyuni. Bo'lib Sharquning qo'shini, Joyu yetaklagan qo'shinni shu suv ustida jang qilishda eng mahir ekan, bularga hech kim tankilanmaydigan qo'shin ekan degan bir nomni bularga bergan. Uningdan boshqa bu Joyu agar o'zi song'un bo'lib qolmagan bo'lsa, nihoyat kuchli bir mushavir bo'lalaydi. Chunki u nurg'un mushavirlar ko'zlanmaydigan aqlni ko'ztalaydi, topalaydi. Amaliyotda mushavirning roli nima? Jangdan burun yoki jang vaqtida aql ko'ztish, tadbir ko'ztish, hilm-fikr ko'ztish. Ammo Joyu asosan undaq hilm-fikr ko'ztadigan odamga muhtoj bo'lib ketmaydi. O'zi jang beshida turib, nurg'un ishlarni o'zi qaror qilib, o'zi shu yerda planlab, to'xtamay o'zgartib, shu orqali jangdagi putuqni qo'lga keltirdi. Demak, Joyuni ayni vaqtdagi alamdan yetishgan, qalamdan yetishgan bir kishi deyishga bo'ladi. Uch podshohlik qaraydigan bo'lsak, bundaq odamlar bak oz. Masalan, kimlar deyishga bo'ladi desa, sov-sov. Mana sov-sovmi alamdan yetishgan, qalamdan yetishgan bir kishi deyishga bo'ladi. Uningdan qolsa Joyu. Qolganlari ya alamli kuchli bo'lsa, qalamli kuchli emas. Qalamli kuchli bo'lsa, alamli kuchli emas. Ya mushavirlik yomon, aql ko'z tush planlash yomon bo'lsa, jang qilishga yomon emas. Bunda jang qilishga yomon bo'lsa, bunda aqlliq, tadbirlik holatda plan tuzishga yomon emas. Demak, ikkilisi yetishgan kishi dal buningda Joyu. Shunga bu Joyuninki qilgan janglardimi asosan g'alaba qiladi, cho'ng-cho'ng utuqlarni qo'lga keltirdi.
Undaq bolsa jo'yi to'g'riliq. Mushunchalik to'xtaldi. Do'stlar 3 parchaliqdagi texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, qo'shish belgisini bosib, meni qo'shib olinglar. Mushu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganishni, so'zlash qobiliyatini oshirish qilishayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, Ayrimxonga uchur qilinglar.